Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 8-oyning 5-kuni, dushanba kuni kech. Bugun men o'tgan haftadan boshlangan dunyoning iqtisodida bo'libmi, pul muomala bozorlaridagi davolg'ish haqida, jumladan Amerikaninki pay cheki bozoridagi cho'kish haqida qisqacha to'xtalib o'taydim. Nimishqa deganda, biz bu Amerikada yoki Yevropadagi ya'ni iqtisodiy taraqqiy qilgan ellarda, masalan, Yaponiyani o'z ichiga olgan davlatlarda yashayotgan qarindoshlarga nisbatan aytgan vaqtda bizningki boyligimizning ma'lum bir qismi vositaliq yoki bevosita holda pay cheki bilan munosabatlik. Masalan, bizningki pensiya pulimiz, pensiyaligimiz uchun qo'ygan pullarimiz pay cheki bozorga solingan. Shuning bilan birlikda bizningki balalarımızdan keyin oliy maktabda o'qish uchun ba'zi yig'ib qo'ygan omonat pullarimizni ham o'shaning ichida, undan sirt yana bir kishi qo'lida o'sha pul bor kishi pay cheki bozorga bevosita o'zi hozir har xil applarning qulaylik bo'lishi sababidan, masalan, Robinhood deymiz, Coinbase deymiz, mana bundaq applarni tushirilib, shu orqali yana o'xshamagan davlatlarda kishilar o'xshamagan applarni qo'llandi. Shifrli pul bozoriga mablag' solgan kishilarmi bor. Shunga shunaqa bo'lganligi uchun, ya'ni we have a stake in this market. Shu bozorda bizningki ma'lum manfaatimiz bo'lganligi uchun nemishqa shu pul muomala bozorida bu cho'kish bo'lyapti. Buningki qanday bo'lar deydigan masalada yoki qanday qilish haqida azroq ko'pchilik o'ylanishi mumkin. Agar biz dehqon bo'lsak, etizlik bilan shug'ullanib, bog'varan bilan aplashib, pay cheki bozorini bilmaydik. Shunday faqat qo'ylarimizni yaxshi boqsak, uni bo'disak, qirqsak, jo'nda nima qilsak, yig'sak, bozorga olib satsak deydik. Yoki bo'lmasa, dehqon bo'lsak-da, ham dehqonchilik, ham asl chorvachilik shug'ullanish. Agar tog'dagi qo'ychi molchi bo'lsak, onun yolu başqa, yani o zamonaviy bozordan xabarsiz holda yashayverdik. Pay cheki tushamdi, tushmamdi, iqtisodiy kriz bo'lamdi, bo'lmamdi, uning bilan karimiz yo'qdi. Hala biz sanoatlashgan davlatlarda yashayotgandan keyin bular hozirgi zamonaviy texnik turmushimiz singib ketgan shunday bir jamiyatlarda yashayotgandan keyin bu jamiyatlardagi aloqa siyosiy, iqtisodiy siyosatlarninki yurgizilishi yoki yo'l qo'yilishi ham shuning bilan birlikda texnikaninki jamiyatni o'zgartirib berishi qatorliq nurg'un masalalar bizning diqqatimizni chekadi, chunki bizga bizning avlodlarimizning kelajagiga bog'liqlik bo'lganligi uchun. Shunga bu narsalarni azroq bilib qo'ygan yaxshi. Agar yaxshi bilmasak, tushunmasak, intayin tezlik bilan yoki bir tarafning gapini anglab bilan qaror chiqarib qo'ysak, ziyon tortilgan ishlar bo'ladi. Shu bir o'tgan hafta 7-oyning 31-kuni Amerikaning Markaziy bankisi o'simni kesmaydiganligi to'g'risida ifoda bildirgandan keyin pay chekida azroq tushish bo'lgan. Ammo 8-oyning 2-kuni juma kuni Amerikaningki Emgak ministrligining qaramidagi statistika idorasi 7-oyda Amerikada xizmat topgan odamlarning sonining 114 ming bo'lganligini, amaliy xizmat topgan odamlarning bu plandagi 200 ming odam xizmat topdi degan plandan 40% bo'lib qolganligi uchun oldingi oylarda 200 mingdan 300 mingdan xizmat topgan odamlarning sonining ozib, hozir 110 ming oshib qolganligidan e'lon qilgandan keyin ham yana Amerikada ishsizlik nisbatining 4,3% ga oshganligini 4% töverikdə azab 4,3%-ga aşqanlığını e'lon qilgandan keyin bu umumyüzlük pul muomala bozoriga mablag' solg'uchilarga bu nurg'un milliardlab pullarni mablag' qilib silib olgan kasbiylashgan mablag' solg'uchilarning ko'ngliga biroz qo'rqinch tushgan gap. Ya'ni nima desin? Endi Amerikaning iqtisodi chekinishga qarab bo'ldi. Recession bo'ldi. Recessiondan krizga aylanib ketdi deydigan qo'rqinch bo'lganligi uchun. Amerikaninki iqtisodiy böhran o'tgan asrning 29-yildan boshlanib 39 yilgacha bo'lgan, böhran bo'lgan vaqt qanday bo'lganligi to'g'ri so'zlab o'tdim.
Hem yaqında biz bilganimiz 2007 yil bilan 2009 yilning atrofida yuz bergan pul muomala krizisi. Ya'ni uy mulkka subprime mortgage deb qo'ydi. Uy mulk elish iqtidoriga bo'lgan odamlarga banklar haddidan ziyoda ochko'zlik qarzni berib o'tib, ularningki to'lash iqtidorining yo'qligini, yo'qligini tekshirmaylar. Shundan kelib chiqqan ish. Ondan Amerika iqtisodiy qutilgan bo'ldi. Andan keyin yaqinda biz yana 2020 yilning boshlaridan tortib, amaliyot 2019 yil dekabr 2020 yildan boshlangan vaboning ta'sirida yana bir qism cho'kish bo'ldi. Demak, iqtisodning cho'kishi, paychik bozorga davolg'ish degan bog'liq gap. Ammo uning qachon yuz berishi, qanday shaklda, qanchalik ko'lamda yuz berishi bu bizning diqqatimizni chekadigan narsa. Agar biz xizmatimizni yo'qotib qo'ymasak, xizmatimiz bo'lsa, haddan ziyada banklar bo'lib qolmagan bo'lsak, kredit kartini bak ishlatib, inoat kartini bak ishlatib o'tmagan bo'lsak, ish tamom vassalam, g'am yeyishning hojati yo'q. Masalan, 2007-2009 yillari shu chaqda uy mulk krizi yuz bergan vaqtda uylarning bahosi bak tushib ketgan, banklar nurg'un uylarni tortib olgan nurg'un mablag', bir necha mablag'li shirkatlar vayron bo'lib ketganda, shu chaqda Brooks and Brothers deydigan shunday bir darhol ismga ekanmidi, shunday bir mablag'chilik shirkatimi vayron bo'lib ketgan shu chaqda. Chunki ular nima desa, korxonalarning, shaxsiylarning, oilalarning qo'ygan pulini uy olimizdagi odamlarning oq ko'rinishini tekshirmaydi, qarz beraverib, oxirida ular to'la ish qilayotgan odamlar xizmatini qilgandan keyin, anaki uyning mortgagini to'layolmagandan keyin, bankning qarzini yondirolmagandan keyin bankda kishilar omonat qo'ygan odamlar pulimizni akka deganda banklar berolmagandek qanday bo'ldi desa, vayron bo'lish qonuni bo'yicha bankruptcy law vayron bo'lganligini jakalagan. Amerika hukumati shu vaqtda ba'zi bir makrolik siyosatlarni yurgizib, davlatning iqtisodiy tomiriga munosabatli ba'zi sohalarni qutqizib qoldi. Masalan, cho'ng sug'urta shirkatini, andan keyin mashinsizlik sanoatini degandek, ammo ba'zilarninki vayron bo'lishiga yo'l qo'ygan shu chog'da. Iqtisodning o'zining bozorchilikning prinsipiga qo'yib bergan vaqtda hukumat aralashmaslik kerakdi. Unda bo'lgan vaqtda Amerikaning avtomobil sanoati, sug'urchilik sistemasi, bu sug'urta sistemasimi, pul muomala sistemasining bir qismi. Agar undan chetda chiqsa, u vayron bo'lib ketsa, alama cho'ng ziyonlarni keltirib chiqadi. Net 100 minglab odam ishsiz qoladi. O chaqda masalani texmi eg'irlashib ketadi. Shunga hukumat shu chaqda quantitative easing, ya'ni miqdorliq osonlashtirish siyosatini qo'llanib, ko'plab pul taqtib, keng pul siyosatini qo'llanib, hukumat o'zi aralashib, hisobdan boj to'laydiganning pul orqali aysh sanoatlarni qo'g'dab qolgan. Undan keyin aztola iqtisodning chekinishi, ko'tarilishi bo'lib turdi. Vabo mazgilida shunday bo'lgan. Vabo mazgilida masalan 2020 yillari paycheklari umuman paychek mablag'i olgan odamning 20% boyligi yo'qolib ketganda, o'chib ketgan. Lekin o'tgan yili buning hammasi qaytib kelib, haqlar shu chaqda yo'qotib qo'ygan pulini qaytirib elib qolmasdan, ya'ni aztola pul ko'rishga, pul tepishga qarab mangan. Mana endi Amerikaning markaziy bankasi o'simni kesmadi, ishsizlik ortib ketdi, xizmat emgak bozorida ahvol sal xizmat biroz ozishga qarab mandi degan gap nima desa, osmonda uchib ketayotgan aeroplan qo'nay degan vaqtda bu chaqmoqlarning ta'siriga uchrab silkinib ketayotgan bir holat tushib qoldi. Silkinib ketadi-da, bu silkingan vaqt qanday bo'ldi desa, ko'ngilishadigan odamni qusuydi. Ko'ngilishadigan odamni qusuydi, ba'zilar aynib ketadi, ba'zilar aylanib ketadi degan o'xshash. Shunga o'xshash shu xil ahvol bo'lgan vaqtda haddidan ziyoda qo'rqib ketgan odamlarning mablag'chilari shu yuqoriroq elib olgan bo'lsa-mu, amaliyotda mablag'chilikda pul muomala bozoriga mablag' solgan vaqtda kishilarning deydigani, Warren Buffettlarning deydigani tuvan chaqda yuqorilgan chaqda sat deydi. Lekin bular yuqoriroq olib qolgan ba'zi olib qolganlari hammadan setishga qarab mangandan keyin setib 60 dan olganni 50 ga setib 10 ziyon tortib, masalan, ziyon tortib qilayotgan ahvollarmi bor. Shu yana aeroplan azroq
chaqmoqlarning yoki bo'ron chaqinning ta'siriga uchragan vaqtda bak silkinib ketgan vaqtda ba'zilarning ko'ngli aylanib ketgan o'xshash bak tamkin mustahkam deb o'tag'an odamlar nima bo'lsa taqdirdan debchi o'tag'anlar aeroplan nima bo'lsa shu deb o'tag'anlar ancha hech bo'lmagan o'xshashli bir ish bo'lma shuning natijasida shuning ta'sirida hozir pay nurg'un odam setib etib bu bozor deganda shunday bo'ldiki g'o'r-g'o'rni ko'rsa ololabdi deganga o'xshash biror shirkatlar bir soatdagi shirkatlar masalan texnik shirkatlar adam qisqartirishga boshlagan vaqtda o banklar qisqartirishga boshlaydigan gap ya'ni shirkatlar adam qisqartdi degan gap ularning qo'lida pul yo'q ishsiz qolgan odamlarning qo'lida pul yo'q pul olgandan keyin bank bilan qiladigan aloqasi mulozimati qisqaraydi degan gap unday bo'lgandan keyin banklarmi odamlarni qisqartdi degan gapdan narxni qisqartmasa bo'lmaydi anandan keyin nurg'un odam ishsiz qolgandan keyin ularning qo'lida pul bo'lmagandan keyin yoki pul oz bo'lgandan keyin bular odatda kunlik turmushga ishlatilgan moddiy mulozimatni setib olishda hamchotini qisqartirdi buning bilan savdoning boshqa taraflariga ta'sir ko'rsatadi demak bu bir iqtisodiy faoliyatlarmi shunday bir organik bir sistema bir yerga ozroq daz ketgan vaqtda u zaxmi jiqroq bo'lsa umumyuzlik badanni og'ritadi degan gap ya'ni bunday aytgan vaqtda jon nada bo'lsa og'ir qayerda bo'lsa jon shu yerda deganga o'xshash hamda hozirgi shu tushishlarni umumyuzlik yaponiya paycheka bozorida paychekaniki har xil nikkei ko'rsatkichdan tushishini yana shu amerikaning iqtisodidan ko'rayotdi ya'ni kishilar amerikada pul muomala bozorida ishsizlik shu nisbati eshib ketgandan keyin odamlarning xizmat tepishi ojizlab ketgandan keyin markaziy bankka o'simni uzun mazgil yuqori ko'tarib olganlikdan amerikaning iqtisodida chekinish kelib chiqdi chekinish kelib chiqdi deb ansirash tufaylidan bo'layotgan gap ya'ni kishilar oldini elish xarakterli jiq ziyon tortib ketmay yoki shunchalik foyda olsam bo'ldi deb shukur qilib setib olgan ahvollar bor degan gap buning natijasida yaponiyaning iqtisodidami yaponiyaningki pul muomala bozorma dunyo pul muomala bozoridanki bir muhim tarkibiy qismi yaponiya markaziy bankisi o'sishni ozroq o'stirib ekan buning ta'siri bo'layotgan gap odatda ma'lum bir davlatningki puli sal qimmatroq qilmoqchi bo'lsa shu pulning o'sim nisbini o'stirish orqali shunday qilgan gap bu vaqtda kapital yig'ib kirgan gap yoki odamlar qo'ldagi pulni ilib hajlatmay bankka qo'ydigan gap obrutda aylanadigan pul azaysa nim bo'ldi desa iqtisodiy faoliyatlarning ostilishini keltirib chiqadigan gap iqtisodiy faoliyatlarning ostilishi kelib chiqqandan keyin nim bo'ldi desa iqtisod chekinishga qarab mangadi ya'ni iqtisodiy faoliyatlar oslagan vaqtda ba'zi shirkatlar adam qisqartirdi deb shunday bir logika bo'yicha kishilar fikr qilgan gap endi shunday vaqtda kishilar nima deydi desa balki mablag'chilik maslahatchilar nima deydi desa agar sizning pulingiz pensiya puliga 401k 403b bo'lsa yoki 529 bo'lsa ma'rif uchun bunga andish qilmang ya'ni uzun mazgilni o'ylagandan keyin chunki siz hozirda pensiyaga chiqmagandan keyin u pulingiz yana qaytib keladi deydi menimcha bu aqlga muvofiq qarash masalan vabo yuz bergan vaqtda 20% yo'qoldi umumiy qimmat ammo o'tgan yili buning hammasi qaytib kelib yana kishilar foyda tepishga tutdi undan sirt yana shaxsiy mablag' saqlovchilarning o'z oldiga pul ilib mablag' ko'rsatkich fondidan oladiganlar menimcha bu bexatar ayrim paynag'anlar masalan intelning paynag'anlar yuqoriroq olib qo'ygan bo'lsa menga o'xshash ozroq ziyon tortadi albatta lekin intelning hali jiq tushib ketdi bunday chog'da olib qo'yish kerak olib qo'yish o'zimnikini da'vatim uchun masalan men olib qo'ydim shunday bo'lgan chog'da uning tannarxi biroz tuvan bo'ldi degan gap lekin bu o'sadi ya'ni darhol pulga ehtiyoj bo'lmagan ahvol ostida buni qo'lda tutib tursak bu o'sadi shunga Warren Buffettning gapi va hammadan qo'rqqan chog'da sen yurakli bo'l deydi ya'ni hozir shu vaqtning o'zida nurg'un odamlar iqtisod chekingidekkan deb qo'rqinch oldiga o'tayotgandek ahvol bor ya'ni chap bozordan kasad bozorga ammo uning ustiga texnik paylar Magnificent 7 deganlar
yetti çoğun büyük şirket ve her kaysi ko'rsatkichlarda bunun ba'zilar bor, ba'zida hammasi bor. Masalan, Alphabet bor, yani Meta va Amazon bor, Nvidia bor, Microsoft bor deganga o'xshashda bular. Bularning hammasida çöküş var. Şu vəcidin yəni cümlədən yəni S&P 500, Nasdaq, Dow Jones bularning hammasida umumiylik bir çöküş var. Çöküş var. Neçə gündən içində 3-4% məşləq çöküş var. Bunu bəzilər correction deyir. Yəni bazarın özünə toğruluşı deyir. Çünki aldınqı aylarda, aldınqı məzgillərdə bu 7 şirkətlərin payları bək ösəb getgan səbəb nədir? Kişilər buların bir neçəsi sünni aqlga məbləğ, sünni aqlını tərəqqi qildırışqa məbləğ sağlan. Şu an kişilər sünni aqlını məbləğ sağlan bu çoğun şirkətlər, bu jiltizini aytı çoğun kötək, çoğun dərəx bu boran çapqın kəsi olmaydı o da nurğa adam bunun məbləğ sağlan. Lakin sağan məbləğ həm də sünni aqlda bunun da əhvallar oylagan kütkənigidək bolmay qalğan gəp. Bunun əslində uzun məzgilli qaraş kerak deyə qarayman. Bugünü toxuqdan verib lam əts kakaladısı mələqə təzə toğru olmaydı. Hazırdan verib bir saatkin kakalab bədiyən oxşaş. Onda qismi olmaydı. Şu an bu şeydə texnik paylarınınki, texnik şirkətlərinin paylarını setitiş əhvalı biraz gəvlik olayatqan gəp. Ben bundan da yana taşqı amillar var. Məsələn, O'rta Şərqdəki toqunuş deyimiz, dünya vəziyyətdəki davalıq deyimiz, Rusiya ilə Ukrayna o'rtasidagi sürkülüş, soquşuş, uruş davam qılıbatıdır. Anadan keyin çoğun dövlətlər o'rtasidagi münasibətdə yaxşılıq yo'q, sürkülüş var. Bu həm də taşqi amillar. Bu qarmaqqa siyosiydək turğan bilan iqtisodga ta'sir ko'rsatdi. Shunga men bu gapni kichkina deb qo'yaydim. Paychaklarning bir necha kun buyon tushib ketishining asosiy sababi Amerikada juma kuni e'lon qilgan emgak bozoridagi ishsizlik nisbatining oshib ketishi, Markaziy bankning o'simini uzun mezgil tutilishi asosiy sabab. Bu, ya'ni 29 trillionlik taxminan asosan dünya iqtisodining 28-29%ni tashkil qilgan Amerika iqtisodining boshqalarga ta'sir ko'rsatishida, masalan, bu xuddi nima desa, belki yo'g'on qomatli odamdan bir suhbat kichik baliq azroq jaynik tepkasi uchib tushidi. Va kichik baliqning jaynikka cho'ng odamga tepkasi hech nima bo'lmaydi deganga o'xshashli bir ish. Bu g'oyat zo'r bo'lgandan keyin Amerikaning iqtisodi. Bundan azroq oldab olish bo'lgandan keyin ham nostigi dollar dunyoninki zapas puli. O'sim nisbatining qanday bo'lishi dollar ko'rsatkichiga ta'sir qiladi. Shunga azroqla tavrinish, import, eksport, ba'zi davlatlarning qarzi, ba'zi davlatlardagi cho'ng shirkatlarningki taqtilgan zaimidan tortib nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun asosliq sabab shu, ammo iqtisodiy faoliyat degan shu ish nima muqim turmaydi, tubsiz turmaydi, to'xtamay o'zgarib turdi. Manda o'zgarganlarni biz normal desak, manda bo'lganni biz chap kasat deb qo'yamiz. Menimcha ahvol bakma qo'rqinchli emas. 9 ayning 18 kuni Markaziy bankka balkim o'simni 0.25% emas, 0.15% kesish mumkin. Hozirgi yana bir parazlardan qaragan vaqtda o'simni bu yil 9 oyda yilning oxirigacha 1.25% kesish mumkin deydigan gaplar bor. Bu kishilarningki o'zining qo'lidagi naqd pulni, qo'lida naqd pul bor odamlar payjiga selishni yaxshi ko'rmasa, darhol CD 7 oylik, 13 oylik CD hisob qo'ygani yaxshi. Chunki o'sin bir kesgandan keyin CD undaq 4%, 5% o'sin beradigan ish bo'lmaydi. Andan keyin mushunaq iqtisodda mushunaq davolg'uchilar paychiq bozorda mushunaq davolg'uch bo'lgan vaqtda bir qism kishilar paylarni setib olib zaymga jugraydigan ishlar va Amerikaning zaymlarga jugraydigan ishi va shunga bu chaqda zaymning bahsi o'sadi, ammo zaymning beradigan kuponi tövallaydi. Chunki jiq zaym setayotgandan keyin bahsi yuqori bo'lgandan keyin zaymning bahasi bilan uning beradigan foydasini o'tirsida ta'sir tanaslıq munosabat bor. Ba'zi odamlar oltin kumush jugraydigan ishlar bor deganga o'xshash. Shunga bir andish qilib ketmaslik kerak deb
qarayman. Әндін өйімлік базарға nisbatan aytgan vaqtdimi? Uzun mezgil ösüm elqi yuqori turib ketgandan keyin ham nurg'un o'ylarni elqi cho'ng mablag'li shirkatlar setib olgan ishlar yuz berdi Amerikada, ya'ni shaxsiylar emas. Hozir ba'zi soda xarakterlik binolarning bahsi tushayotgan ishlar bor. Chunki ular elib yuqori sotaman degan, ammo o'sim yuqori bo'lgandan keyin haq tijorat payda ko'ramiz, haqli buni olmaydi degan gap. Shuni bir kuni xabarda ko'rsam New Yorkda necha yilning 3 yilning oldida 330 millionga yaraydigan bir cho'ng bir binoni 8,5 millionga setib o'tibdi. Onda olsa shaxsiy xususiy uylar qanday bo'ladi deganda yanılarni ta'minlash talab, o'sim mushunga qaraydi. Agar ishsizlik nisbati yana ig'irlab ketadigan bo'lsa, masalan 20% dan ish bitadigan, 6%, 7% bo'lib ketadigan shulab qolsa, o'yimlik bozordami, o'yning bahosimi tushishi bo'ladi. Chunki haqlar o'yilish emas, xizmatni saqlash, bolalarni beqish, qo'sqin beqish bilan qoladi degan gap. Shunga oldimizdagi ish qilgan ish qo'limiz alqab paylanib qo'ygan bo'lsak, bak tushib ketgan bo'lsa, cho'ng shirkatlarning paylari Intelga o'xshash aldirab setib kerak, saqlab tutish kerak. Birinchi, chunki men shunday qilaman. Ikkinchisi, ishlayotgan xizmatimizni yaxshi ishlash kerak. Qo'limizdagi xizmatni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak. Ishsizlikning o'zimi yo'qsizlikqa o'xshash odamni sundiradigan narsa. Bo'ladi ko'pchilik ham rahmat.